qariyb 10 million, 15 million pul turadi ayolimizni qilayotgan xizmati. Biza 150 ming ham bermaymiz. Pul so'rasin-chi. Shunaqalar bor. Fohishani restoranlarga olib boradi. Zo'r ovqatlarni olib beradi, quyuq suyuqini qilib beradi. Hali otasini olib bormagan, hali xotinini olib bormagan o restoranga. Ko'yni tusaganini olib beryapti. U kecha birov bilan, ertaga birov bilan yotadigan fohisha edi u. O'shanga qilayotgan xarajat xotiniga qilmaydigan pastkashlar bor, nokaslar bor, birodarlar. Yana karillab maqtanadi. Men kecha u bilan bo'ldim, bu bilan bo'ldim. Sen nima do'zaxni sotib olganingni sen faxrlanyapsanmi? Do'zaxdagi azobingga sen karillab yuribsanmi, gerdayib? Haromni qilib qo'yib, harom ish qilib qo'yib. Bu nikohimizdagi ayol halol, birodarlar. Alloh taolo bizlarni shu ona sutiga chaygandek nikohdan keyin chayqab bizlarni bag'rimizga berib qo'yibdi. Mana shu seni jufting, busiz hayotingni tasavvur qila olmaysan.